Savolni o'qiyman. Shu reaksiyada ishlatish mumkin bo'lgan necha xil to'yingan bir asosli karbon kislotaning natriyli tuzi mos keladi deyapti. Endi bu yerda hop mana bu butan hosil bo'ldi degani bu yerda S4H9 karboksil guruh sol, misol uchun natriy. Bu yerda mana natriy gidroks qo'shilganda natriy karbonat tuzi hosil bo'ladi. Natriy karbonat и butan chiqadi. Endi mana shu butan asosiy zanjirda 4 ta uglerod bor. 5-uglerod karboksil guruhda. Bu bitta bo'lsa, endi nechta izomeri deganligi uchun bitta bu yerga qo'ysak, normal haligi pentan, ya'ni valerian kislota va 2-metil butan kislota bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri javob B.